Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Rossiya harbiylari uchun Starlink'ga muqobil variant topdi. Eron o't ochishni to'xtatish taklifini rad etdi. Eron Kuvaytdagi AQSh bazasiga hujum qildi. O'nlab amerikalik harbiy yaralandi. Isroil G'azodagi maktab yaqiniga zarba berdi. Qurbonlar bor. Endi esa batafsil. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, peshobda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik bu oddiy shamollash emas, bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vitronik 100% tabiiy kuchli tabobat inomi prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi, siydik yo'lini tiklaydi, erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Vitronik ham sinalgan ham kutilgan mahsulot. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Rossiya harbiylari uchun Starlink'ga muqobil variant topdi. Rossiya urushda jang qilayotgan askarlari uchun Starlink'ga o'xshash yangi tizim Spirit 030 nomli sun'iy yo'ldosh terminallarini yetkazib berishni boshladi. Bu haqda Ukraina mudofaa vaziri maslahatchisi Sergey Beskresnov ma'lum qildi. Rossiyaliklar bungacha foydalangan sun'iy yo'ldosh internet terminallari juda katta antennalarga ega bo'lgan. Shu sababli Ukraina armiyasi ularni aniqlab yo'q qilish oson kechgan. Starlink Rossiya harbiylari uchun bloklab qo'yilgach, sun'iy yo'ldosh aloqasi rus askarlari uchun muhim masalaga aylandi. Endilikda ular bu muammoni Spirit 030 hisobiga to'liq yoki qisman hal etishi mumkin. Aslida bu ham sun'iy yo'ldosh internetining terminali, biroq u ko'chma qilib ishlangan va maxsus geostatsionar aloqa sun'iy yo'ldosh bilan ishlaydi. Bu esa diametri 90 cm bo'lgan antennalardan emas, balki 30 cm antennalardan foydalanish imkonini beradi, deya tushuntirdi Ukraina mudofaa vaziri maslahatchisi. U hozir ushbu terminallarni frontga ommaviy yetkazib berish boshlanganini ta'kidladi. Ulardan biri 414-brigada uchuvchilari tomonidan aniqlanib yo'q qilingan. Shu bois Ukraina tomoni dron operatorlarini bunday nishonlarga e'tibor qaratishga chaqirgan. Barcha uchuvchilardan ushbu maqsadli nishonga e'tibor qaratishlarini so'rayman, deya ta'kidladi Sergey Beskresnov. Eron o't ochishni to'xtatish taklifini rad etdi. Eron hukumati AQSh prezidenti Donald Trump tomonidan Hormuz bo'g'ozini qayta ochish bo'yicha qo'ygan muddat yakunlanib borayotgan bir paytda o't ochishni to'xtatish haqidagi taklifni rad etdi. Bu haqda Eronning IRNA davlat axborot agentligiga tayanib Bloomberg xabar berdi. Eron tomoni urushni butunlay tugatish, sanksiyalarni bekor qilish, mamlakatni qayta tiklash ishlarini boshlash hamda Hormuz bo'g'ozi orqali xavfsiz o'tish protokollarini joriy etishni talab qilmoqda. Pokiston vositachiligida yetkazilgan bu rad javobi bir oydan beri davom etayotgan va jahon energetik inqiroziga sabab bo'lgan urushni to'xtatish harakatlariga jiddiy zarba bo'ldi. AQSh prezidenti Donald Trump Eronning so'nggi taklifini muhim qadam deb atadi. Biroq bu jangovar harakatlarni to'xtatish uchun yetarli emasligini ta'kidladi. AQSh ittifoqchilari Tehron bilan so'nggi daqiqada kelishuvga erishishga urinmoqda. Trump bo'g'ozni ochish uchun berilgan muhlatni 7-aprel kunigacha uzaytirdi. Bu esa bozorlardagi xavotirni yanada kuchaytirdi. Axios nashrining yozishicha, Pokiston, Misr va Turkiya AQShning Eron energetika infratuzilmasiga beradigan zarbalari hamda bunga javoban Eronning mintaqa davlatlariga hujumlarining oldini olish uchun 45 kunlik vaqtinchalik sulh tuzishga harakat qilmoqda. Neft bozorida esa narxlar beqaror bo'lib turibdi. Brent markali neft bir barreli uchun qariyb $108 tashkil etmoqda. Jangovar harakatlar 6-aprelga o'tar kechasi ham to'xtagani yo'q. Isroil, Kuvayt va Birlashgan Arab Amirligi Eron tomonidan hujumlar bo'lganini xabar qildi. Isroil mudofaa vaziri Israel Katzning ma'lum qilishicha, Tel Aviv Eronning eng yirik neft kimyo zavodiga zarba bergan. Shuningdek, Eronning Fars agentligi xabariga ko'ra, Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi razvedka tashkiloti rahbari Majid Xadimiy AQSh va Isroilning birgalikdagi zarbasi oqibatida halok bo'ldi. Eron tashqi ishlar vaziri matbuot kotibi Ismoil Baqoiy AQSh bilan xabarlar almashilganini tasdiqladi. Biroq Tehron shunchaki tanaffus emas, balki urushni uzil-kesil to'xtatish tarafdori ekanini bildirdi. Hech bir aqlli inson vaziyat qaytalanishiga kafolat bermaydigan qisqa muddatli sulhga rozi bo'lmaydi, dedi Baqoiy. Fevral oyi oxirida boshlangan urushda hozirga qadar 5000 dan ortiq kishi halok bo'ldi. Ularning 4 dan 3 qismi Eron hissasiga to'g'ri keladi. Shuningdek, Livanda 1400 dan ortiq qurbon. Isroil va Fors ko'rfazi davlatlarida o'nlab halok bo'lganlar qayd etildi. Eron Kuvaytdagi AQSh bazasiga hujum qildi. O'nlab amerikalik harbiy yaralandi.
Kuvaytdagi Ali al-Salom aviabazasiga Eron droni hujum qilishi ortidan 15 nafar amerikalik harbiy yaralandi. Bu haqda CBS News xabar berdi. Eronning Kuvaytdagi aviabazaga hujumi ortidan 15 amerikalik yaralandi, deyiladi xabarda. AQSh markaziy qo'mondonligi ma'lumotlariga ko'ra, 6-aprel holatida Eronga qarshi operatsiya davomida jarohatlangan amerikalik harbiylar soni 373 nafarga yetgan. Shundan qariyb 330 nafari xizmatga qaytgan. 5 nafarning ahvoli og'ir deb baholanmoqda. Shuningdek, Eronning Birlashgan Arab Amirliklari poytaxti Abu Dabida sanoat obyektiga qilingan hujumidan keyin bir kishi urib tushirilgan snaryad parchalaridan jarohat oldi. Al-Fujayra port shahrida davlat axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, telekommunikatsiya kompaniyasi binosi Eron droni hujumiga uchragan. Jabrlanganlar yo'q. Birlashgan Arab Amirligi Mudofaa vazirligi xabariga ko'ra, 6-aprel kuni 12 ta ballistik raketa, 2 ta qanotli raketa va 19 ta dron ushlab qolingan. Ushbu Eron hujumlari oqibatida 4 kishi yaralangan. Ar-Riyodda ham Eron tomonidan hujumlar bo'lgani ma'lum qilindi. Mamlakat Mudofaa vazirligi 6-aprel kuni ertalab X tarmog'ida 2 hujumkor uchuvchisiz apparat ushlab qolingani haqida xabar berdi. Ularning qayerga qulaganiga aniqlik kiritilmadi. Isroil G'azodagi maktab yaqiniga zarba berdi. Qurbonlar bor. Isroil harbiylarining G'azo sektori markazidagi maktab yaqiniga uyushtirgan havo hujumi oqibatida kamida 10 kishi hayotdan ko'z yumdi. Ko'plab insonlar jarohatlandi. Bu haqda Al Arabiya xabar berdi. Voqea G'azo sektori markazidagi Al-Mag'oziy qochqinlar lageridan sharqda sodir bo'lgan. Guvohlar va tibbiyot xodimlarining so'zlariga ko'ra, avvaliga Isroil tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qurolli guruh a'zolari va mahalliy aholi o'rtasida to'qnashuv kelib chiqqan. Falastinliklar ushbu guruhni maktabdan odamlarni o'g'irlashga urinishda ayblagan. To'qnashuvlar qizigan pallada Isroil droni hududga qarata 2 ta raketa uchirgan. Hujum qochqinlar zid joylashgan mahallaga to'g'ri kelgani sababli qurbonlar soni ko'p bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Guvoh Ahmad al-Mag'oziyning so'zlariga ko'ra, aholi o'z uylarini himoya qilishga urinayotgan vaqtda to'g'ridan-to'g'ri nishonga olingan. Keyinroq Isroil qo'llab-quvvatlaydigan guruh rahbari video murojaat orqali 5 nafar Hamas a'zosini o'ldirganini iddao qildi. Hamas bu borada izoh bermagan bo'lsa-da, Isroil nazoratidagi hududlarda faoliyat yuritayotgan bunday guruhlarni Isroil ayg'oqchilari deb atadi. Dushanba 6-aprel kungi boshqa hodisalar oqibatida qurbonlar soni 12 nafarga yetdi. G'azo shahridan mototsiklda ketayotgan falastinlik havo zarbasi oqibatida halok bo'ldi. G'azo markazida Isroil harbiylari bir transport vositasini o'qqa tutdi. Yakunda yana bir kishi o'ldirildi. Isroil mudofaa kuchlari hozircha mazkur 3 ta hodisa bo'yicha rasmiy izoh bermadi. G'azo sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, kelishuv boshlanganidan beri Isroil hujumlari oqibatida 700 dan ortiq kishi halok bo'lgan. Isroilning da'vo qilishicha, xuddi shu davr mobaynida G'azodagi jangarilar hujumi oqibatida 4 nafar isroillik askar qurbon bo'lgan.